O'zbekistonda avtomobilni tuning qilish, komfort tug'dirish juda ham qimmat deyshadi. Ya'ni ko'p narsani qildirsangiz qimmatga aylanib ketadi, to'g'rimi? O'zi unaqa emas, shunaqa deyishadi. Rossiyada mana X2 mashinasi yangi, qarang, qilayotgan ishdan bitta aytaman hozir. Borigan narxini eshitmadilar. Taxminan necha pulligini aytasiz-ki, oxirida sizga narxini aytaman. Nimalar qilinganini aytasiz. Qarang, polni ko'zi bron bo'lyapti mashinada hozir. Polni ko'zi bron bo'ladi. Tom qismini yarmi qoraygan, yarmi o'sha o'zining rangida ekan. Qoraytiriladi. Orqa tepa qismi ham qoraytiriladi, kichkina narsasi, ya'ni shog'i bo'yaladi. 4 ta eshigi davochka qo'yiladi. Ichkaridagi ham remen bor-ku, ko'k rangi o'zgariladi. Koreyskiy variant bo'lganga abagrev yo'q ekan, sizga abagrev qo'yilyapti. Rulga abagrev qo'yiladi. Tom qismi BMWning o'zini tikanidan qoraytirilib turib, hamma narsasi plastmasasi bo'yalib, o'zi nima qilinar ekan? 4 ta eshik. O'zi 4 ta eshikning o'zi shum izolyatsiya, eshigi davochka qo'yiladi. Mana shu usulga nechta bo'ladi? Bu yerdagi narxlarni hozir men taxminiy bilib oldim, aka. Chunki gaplashdik bular bilan. Endi O'zbekistondagi narxni aytadigan bo'lsam, o'rtacha uzog'i 2000. Yo'q, 2000 emas. Qarang, broniz o'zi masalan 1,5 ming bo'lsa, misol 3000 deylik bizda, taxminan 3000. Bron ham bor edi. Bron ham bor. 5-6 ming deylik, to'g'rimi? Aka, 5-6 ming. Aka, 24700 dollar pul ketar ekan mana shu. Qani mashina hozir shuncha pul tikishgan-a o'sha. Masalan 24700 dollar man sanab o'tgan narsa. Mana ishlaganmi? Mana shu ishlagan, aka. 10 ming bersa, Kelib ketamiz. Siz man sanab o'tgan mana shu ham ishga 24700 dollar. Endi bundan keyin bizankilar sizlar qimmat qilar ekansizlar deysiz, men uyat bo'lsa kerak endi, aka. Mabodo Toshkentda 5000, kelib ketamiz 10 mingga. Eshitdinglarmi? 24700. Yo'q, o'zingiz kommentariyada qoldirasiz.